Salom dahshat armiyasi, xabarni kech chiqarmoqdasan deydiganlarga boshlanishda tezkor javob etaman. Yo'q, men bu videoda Hamza Chimayev jangi bekor bo'lgani haqida sizga gapirib bermayman. Bu xabarni biz ancha oldin eshitdik. Bizga bu narsa kerak emas. Bu videoda kattaroq narsa bo'ladi. Va UFC'da bo'layotgan barcha haqiqatlarni va biz yaxshi ko'radigan sevimli jangchilarimizni ayyorliklari, to bu Hamzat bo'ladimi, Islom bo'ladimi yoki bu sportni bossi bo'ladimi, farqi yo'q. Bu videoda surishtiruv bo'ladi va haqiqatan ham katta surishtiruv. Ya'ni Duplessis aynan nima sababdan chiqib ketganligi va ayyorlik qilgan bo'lishi mumkinligi, UFC va Dana White'dan odamlar norozi ekanligi va 60 mingta odam Dana White'ga shovqin va noroziligini bildirganini, ya'ni katta arenada. UFC qulamoqdami? Ular biznesni boshqacha olib borishmoqdami? Va albatta Islom Makhachev, Hamza Chimayev, Jon Jones, Dana White haqida juda ham qaltis. Ha do'stlar, ko'pchiligingiz aytmoqchi bo'lgan narsa va har doim ichingizdan o'tgan narsa, ammo odamlar nima deydi deb ichingizda saqlab turadigan haqiqatlaringizni aynan siz uchun ochib beraman. Do'stlar, biz bu narsani o'rgandik, surishtiruv qildik, juda ham ko'p ma'lumotlarni yig'dik. Shu sababdan do'stlar, bunday ma'lumot hech qayerda yo'q. Albatta, eksklyuziv kontent uchun va birinchi surishtiruv videosi uchun bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Men sizga va'da beraman, zerikmaysiz va bu video sizga yoqadi. Men bo'lsa boshladim. BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan silk orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Do'stlar, videoni birinchi qismida ozgincha ritm va video atmosferaga tushib olishingiz uchun UFC Caio Borralho va Hamza Chimayev o'rtasida uyushtirilgan sirk va Nasruddin Imamovga qilingan juda ham katta adolatsizlik va Hamzat bilan ko'rib turgan hamma narsangiz Dana White'ni ayyor rejasi va Hamza Chimayevning o'zi haqida ham juda ham qaltis gaplashamiz. Ammo videoning o'rtalari va oxirlariga kelib bizda asosiy mavzular ko'tariladi. Ya'ni Islom Makhachev haqida xuddi shunday, Jon Jones haqida xuddi shunday, Dana White haqida. Shunga hammasini tushunish uchun o'tkazmasdan ko'ring. Birinchi bo'lib do'stlar, biz bu xabarni ancha oldin ko'rib bo'ldik, kech qoldingiz deydigan muxlislarga aytmoqchiman. Do'stlar, tabiiyki men bu yerda Hamza Chimayev jangi bekor bo'lgani haqida gapirmoqchi emasman. Ha, aynan shu narsa bu qaltis videoni qilishga turtki bo'ldi. Ammo baribir ham siz to'liq hamma narsani tushunishingiz uchun bu haqida ozgincha to'xtalamiz. Do'stlar, to'g'risini aytsam, bu xabar chiqqandan keyin men boshlanishda ishonmadim va hammasi aslida qanday bo'lganini tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Va bizga ishonchli va hamma hurmat qiladigan manba kerak edi. Va bu xabar haqida birinchi aytgan odam bu Kevin Ayol, ya'ni MMA reportyor edi. Bu odamni ko'pchilik tanimaydi. Shu sababdan uning gaplariga ishonmadim. Va albatta shuning uchun video qilishga shoshilmadim. Chunki muxlislarga tasdiqlanmagan xabarni berish menimcha noto'g'ri. Undan keyin Homo Fight degan juda ham yaxshi MMA content qiladigan media kanal bu haqda xabar berdi. Undan keyin ham shubhalanib turdim. Va oxirida Hamza Chimayev o'zi video qilib, Duplessis haqida bu bola katta axlat deb yozib qoldirdi va bo'ldi. Menimcha bu narsa tasdiqlandi. Ha, juda ham ishonchli va avtoritet manbalar ESPN MMA va o'yindagi eng zo'r insider Ariel Helwani bu haqda gapirishmadi. Ammo bundan oldingi 3 ta faktor men uchun yetarli bo'ldi. Men bu haqda sizga bekorga aytmadim. Chunki do'stlar, men ham muxlis sifatida siz kabi bu yangilikni qabul qilishim juda ham qiyin bo'ldi. Dahshat armiyasi, biz bilamizki, oxirgi paytlar UFC tomonidan yaxshi xabarlar chiqmayapti. Hammasi negativ. Ya'ni deyarli hal bo'lgan janglar e'lon qilinmayapti, jangchilar jang qilishga shoshilishmayapti va ko'pchilik muxlislar Habib Conor davridan keyin UFC oldindagi emas deyishmoqda. Gap Conor, gap Habib yoki Ngannou ketgandan yoki siz Habib va Conordek jangchilar boshqa umuman paydo bo'lmaydi deb o'ylaganingizda emas. Yo'q. Bu sport va janglar, bu yerda avlodlar almashinuvi juda ham ko'p bo'ladi. Afsona ketsa har doim o'rniga afsona keladi, bu vaqt masalasi va biz buni juda ham ko'p tajribada ko'rmoqdamiz. Bu yerda gap juda ham jiddiyroq narsa haqida va eng asosiysi yaxshi yengillik sifatida faqat halokatga qulayotgan turnirlarni qutqarishni eshitmoqdamiz. Xo'p, Hamza Chimayev Duplessis haqida Twitter ham yozdi, video ham qildi. Ya'ni bu yigit katta axlat, ya'ni jangdan chiqib ketgani haqida. Bilmadim Chimayev bu tweetni yozgandan keyin nimani o'ylagan. Chunki men ko'pchilik muxlislar Chimayev bu postni ko'rib nimani o'ylaganini bilaman. Buni Hamzatdan eshitish g'alati do'stlar. Va endilikda Hamzat bu narsa qanday ekanligini o'zi his qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. U janglardan voz kechganda barcha raqiblari o'zini qanday his qilganini tasavvur qiling. To'g'risini aytganda, ularning ko'pchiligi orqaga qarab yengil tortgan bo'lishlari mumkin, chunki Chimayev juda ham kuchli raqib. Va undan keyin bu xabarni Caio Borralho ham eshitdi. Yaqinda Caio Borralho Daniel Cormier bilan sahna ortida gaplashgandi, ya'ni bundan oldingi videoda xabar bergandim. U Daniel Cormierga xalqaro janglar haftaligida Imamovga qarshi jang qilishni aytgandi.
Ya'ni Caio Borralho bekorga Daniel Cormier oldiga borib bu haqda aniq aytmagan va undan keyin UFC bu haqda gapirishni boshlamagan. Demak, UFC aynan o'sha payt bu narsa haqida bilgan. Ha, oddiy MMA muxlislari bu narsani sezmaydi, lekin UFC va Dana White siyosatni ko'p kuzatadiganlar taxmin qilgan bo'lishlari mumkin. Ya'ni darrov bu jang paydo bo'lib qolganiga. Chunki boshlanishda bundan oldin Imam va Caio Borralho jang qilishga kelishmagan edi va bu jangni aynan bir jangchi xohlamagandi. Bu kim deb o'ylaysiz? Yoki boshqa variant, UFC Dricus du Plessisni jarohati haqida bilgan, shuning uchun ular asosiy jangdan oldingi jangda Borralho Imam g'oyasi bilan ish boshlashgan. Chunki ular Dricusni chiqib ketish yoki chiqib ketmasligi haqida oxirigacha bilishmagan bo'lishlari mumkin. Va endilikda Dricus du Plessis jangdan chiqib ketdi. Borralho bo'lsa tezlik bilan Hamzatga javob berdi. Ya'ni Hamzat bilan jang qilmoqchi ekanligi va kimga qo'ng'iroq qilishni bilasiz deb. Borralho oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab jangchilarni chaqirmoqda. Whittakerni ham chaqirdi. Va oxir-oqibat shunchaki mayli, menga Anthony Hernandezni bering dedi. Buni aytish juda ham g'alati uchun, chunki Hernandez juda ham xavfli raqib. Endi esa Chimayevni chaqirmoqda va u vaqtinchalik chempionlik kamari haqida gapirmoqda. Uni gaplariga qaraganda, uni ro'yxatda 4 ta rossiyalik bor ekan va ularni hammasini mag'lub qilgan ekan. Va Hamzat Chimayevni ham mag'lub qilar ekan. U aynan rossiyalik jangchilarni mag'lub qiladigan odam ekan. Xullas endi u tayyorman demoqda, Hamzat bilan jang qilmoqchi va Borralhoni o'zi Hamzat bunga rozilik bildirganini aytmoqda. Endi bo'lsa eng asosiysi do'stlar, UFC adolatni batamom ko'mib qo'ygani haqida. Qanday qilib UFC bu ayyor va puxta rejani o'ylaganda, Nasruddin Imamov nokaut orqali Israel Adesanyani mag'lub qilganini esdan chiqarib qo'yishmoqda. Bu narsa qanday bo'lishi mumkin? Chunki aytganimdek, Dricus du Plessis chiqib ketishi bilan Borralho Hamzat Chimayevni jangga chaqirdi va Borralho ijtimoiy tarmoqlarda jangni reklama qilishni boshlamoqda. U ijtimoiy tarmoqda faolligini oshirmoqda. Va bu narsa uni Instagramda ko'rsangiz bo'ladi, ya'ni bu reja qilingan narsa. Va shu sababdan Hamzat Chimayev rostdan ham Borralho bilan jangga rozi bo'lgan ko'rinadi. U hamma e'tiborni Imamovdan olib qo'yishga harakat qilmoqda, hayp qilmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda bu mavzu haqida ko'p gapirmoqda. Ammo biz sahna ortidagi narsani ko'rdik va Nasruddin Imamovga qarshi bo'layotgan adolatsizlikni ham ko'rmoqdamiz. Siz ham bunga qo'shilsangiz, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Xo'p, demak, Borralho va Imamov ushbu kartda co-main eventda jang qilishayotgan bo'lsa va Dricus du Plessis jangdan chiqib ketsa, UFC birinchi o'rinda Imamovga murojaat qilishi kerak-ku. Ya'ni har tomonlama bu narsa adolatli bo'lardi. Lekin nega ikkita jangchidan birinchi bo'lib Caio Borralhoga murojaat qilishmoqda? Ha, biz bu yerda ikkinchi marta adolat ko'mib qo'yilganiga guvoh bo'lamiz. UFC bu birinchi o'rinda show, keyin bo'lsa sport. Chunki show tomonidan rostdan ham tan olish kerak, Borralho eng yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Xalqaro janglar haftaligining asosiy jangida Hamzat Chimayevga qarshi Caio Borralho jang qilmoqda. Aytgancha do'stlar, kartni yana qanday qutqarsa bo'ladi deb so'rasangiz, bu narsani qutqarish mumkin bo'lgan yagona narsa bor. Bu Chimayev asosiy jangda vaqtinchalik kamar uchun jang qilishi. Ha do'stlar, vaqtinchalik kamar juda ham g'alati eshitilishi mumkin. Chunki oxirgi marta Dricus fevralda jang qilgan va unaqa ko'p vaqt o'tgani yo'q. Va hozir u jarohat olgan. Ammo bizda juda ham ko'p ochiq qolgan savollar bor. Jarohat qanchalik og'ir edi? Dricus xalqaro janglar haftaligida jang qila olmasligini, lekin avgustda jang qilishga rozi bo'lishini aytmoqdami? Yoki jang surilishini boshqa sanaga? Agar shunday bo'lsa, Hamzat Chimayev aytishi mumkin edi. Yo'q, men shunchaki kutib turaman va iyul yoki avgustda Dricus bilan jang qilaman deb. Lekin bunday narsa bo'lmadi va jang surilmadi. Shu sababdan bu jiddiy jarohat bo'lsa kerak. Shu sababdan vaqtinchalik kamar bu kartga qiziqishni saqlab qola oladigan yagona narsa bo'ladi. Bundan tashqari do'stlarning bitta plyusi bor. Kelajakda bo'ladigan Hamzat Chimayev va Dricus du Plessis o'rtasidagi jangni yanada muhimroq va shov-shuvliroq va kattaroq qiladi. Bilasizmi, dahshat armiyasi oxirgi paytlar menga shunday tuyulmoqdaki, ya'ni men faqat salbiy va yomon yangiliklar va UFC biznesini noto'g'ri olib borayotgani haqida gapirmoqdaman. Ha, balki natijalar tomonidan qarasak, yaxshi narsalarga erishayotgan bo'lishimiz mumkin. Misol uchun zo'r o'tgan turnir, World kamarni qaytardi, PSG g'alaba qozondi, Jon Silva degan yangi yulduz ko'tarilmoqda, Bryce Mitchell mag'lub bo'ldi, hech kimni kutmagandi, ha. Ammo oxirgi paytlar baribir ham yaxshi xabar kelmayapti, to'g'risi. Misol uchun do'stlar, uzoq ketmaymiz, yengil vaznlarga kelsak. Ularning hammasi kamarga jang qilishmoqchi. Kecha bu haqda ham video chiqargandim. Oliveira chempionlikni qo'lga kiritishni xohlayotganini aytmoqda va boshqa hech kim bilan jang qilmas ekan. Fiziev ham ushbu gapni aytdi. Arman Tsarukyan ham shunday dedi. Geji ham shunday gapni aytdi. Bu xuddi ya'ni yengil vaznda aniq 4 ta pretendent borga o'xshaydi va ularning hammasi kamarga jangni xohlashmoqda. Ammo ular o'zaro nimadir reja qilib yoki bir-birlari bilan jang qilib qo'yib, qandaydir aniq da'vogar topsalar bo'lardi-ku. Lekin bu narsani qilishmayapti va hammaligisi qo'pol qilib aytganda islomni talashmoqda. Misol uchun Dani kelib Oliveira, Geji, Arman Tsarukyan va Tapuri. Ha, siz to'rttasiz. Ikkingiz bir-biringiz bilan jang qilasiz va g'olib bo'lgan jangchi Maqachi bilan jang qiladi. Bo'ldi, hech qanday savollar yo'q, hammasi hal bo'ldi. Bunday yondashuvga nima bo'ldi? Va yaqin orada bizda qandaydir shov-shuvli hodisa yo'q. Misol uchun Aspinall yaqinda u va Jon Jones o'rtasida qandaydir yangilik borligini aytmoqda. Ha, uni gapidan biz juda ham ko'p ma'lumot oldik. Nega u buni aytgan, men bilmayman. Ha, do'stlar, aytishingiz mumkin, Bilal yaqinda jang qiladi deb. Ha, bilasizmi, lekin
Orangizda Pantoja Royal jangini intizorlik bilan kutayotganlar bormi? Ha, bu katta jang, ammo bu kartga nima qo'yishmoqchi do'stlar? Jang Veyli va Andrade jangi. Ha, to'g'ri eshitdingiz do'stlar. Jang Veyli va Andrade jangi. Bu nimasi? Biz shuncha kutganimizga bizga tegadigan narsa shumi? Endilikda bizda Hamza Chimayev Dricus du Plessis jangi ham yo'q. Tapuri Oliveraga qarshi, Tapuri Maxachevga qarshi janglar ham e'lon qilinmadi va yaqin orada katta jang bo'lishiga men umidim solmoqda. Ya'ni shu yengil vaznda ulardan birortasi tanlanmaguncha menimcha hammasi kutib o'tirishsa kerak. Yoki boshqa sababi buni kechagi videoda ham aytgandik. Balki ular Jack Della Maddalena Bilal Muhammadni mag'lub etadi deb o'ylashmoqda va undan keyin Maxachev tepaga ko'tariladi va undan keyin islomli divizionda bu pretendentlar bir-biri bilan jang qiladilar va kimdir vaqtinchalik kamar uchun jang qilishi mumkin bo'ladi. Lekin oxirgi paytlar men shunchaki bu sport qanday boshqarilayotganidan noroziman va menga bu narsa yoqmayapti. Menimcha ko'pchiligingizga ham. Bilasizmi, mayli, hatto Dricusni ham ayblamaymiz travma olgani uchun. Travmalar bo'lib turadi jangchilik biznesda. Ammo tarixda Dricus du Plessis qachon oxirgi marta jangdan chiqib ketganini eslash qiyin. To'g'risini aytsam, Chimayevni Barelovga qarshi qo'yishga to'g'ri keladi. Men Chimayevni Imamovga qarshi ko'rishni juda ham xohlayman. Ammo agar Imamov o'z ijtimoiy tarmoqlarda harakat qilmayotgan bo'lsa, ishtiyoqini bildirmayotgan bo'lsa, baribir ham bu narsani Barelovga berishadi. Va biz taxmin qilgandek bu narsa reja qilingan bo'lsa, bu narsa kafolatlangan tarzda bo'ladi. Xullas do'stlar, katta ehtimol bilan Chimayevning raqibi Baralov bo'lsa kerak. Ammo do'stlar, bilasizmi nima? Hamza Chimayevga tayyorlanayotgan jangchilar nima uchun jarohat oladi? Chunki katta ehtimol bilan bu jangchilar takedowndan himoya ustida juda ham ko'p mashq qilishadi. Va shu sababdan sizni sparring partnyoringiz sizni doim yiqitishga, qo'pol harakatlar qilib, kurashga majburlashga harakat qiladi. Bu esa haqiqatan ham jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. Balki bu oddiy mikrotravma emasdir, balki qo'l yoki oyoq singandir. Lekin bu narsani eshitish juda ham achinarli edi. Ha, Hamza Chimayev, ha Hamzat. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Bilasanmi, Whittaker seni tayyor bo'lguningcha kutib turgandi. Ha, aynan Whittaker sen tayyor bo'lguningcha kutdi. Tushunmoqdamisan? Sen u bilan birinchi jangda kasallik tufayli chiqib ketganini esingdami? Leon Edwards bilan bo'lgan muammolarni ham unutmaylik. Ketma-ket 3 marta do'stlar. Va bu narsa ham juda ham qiziq do'stlar. Shu sababdan do'stlar, Hamza Chimayev bu yerda haq, Dricus nohaq deb aytishmamchi noto'g'ri. Ya'ni Dricus bo'lmaganda ham, boshqa raqib bo'lganda ham. Chunki aynan Hamzatning o'zi ham ko'plab jangchilarga aynan shunday qilgan. Bu ro'yxating kam-ku deyishingiz mumkin, shubhalaringiz bo'lishi mumkin. Yana bir misol, Nate Diaz. Ha, Hamzat, sen Koreya Nate Diaz bilan jang qilish uchun vazn tashlay olmading. Hamzat va Nate Diaz jangi bekor bo'lishini eng ehtimoliy kam varianti. Ya'ni Nate Diazga qarshi jang qilish uchun vazn tashlash bu juda ham jiddiy masala ekan. Ya'ni do'stlar, men aytmoqchi bo'lgan narsa, uni o'zi ham har doim muammosiz jang qiladigan jangchi emas. Shu sababdan Chimayev holatiga faqatgina jangchi sifatida, do'stlar, aytib o'taman, jangchi sifatida achinish qiyin. Va shu sababdan agar Nobodo UFC 317 turnirida bu jang bo'lmasa, Hamza Chimayev va Dricus du Plessis jangini olib tashlab, u yerga boshqa asosiy voqea ham qo'yish mumkin. Bu boshqa variantlardan biri. Ammo la'nati do'stlar degan bo'lardim, lekin bu intervyu tarjimasi emas. Lekin men ichimdan qanday hissiyotlar o'tayotgan menimcha tushungan bo'lsangiz kerak. Hech qanday o'zgarish yo'q bu boshqarishda. Hammasi o'sha ahvol. Biz anchadan beri kutayotgan va ko'pchilik umidini uzib qo'ygan va hozirda unchalik aktual bo'lmayotgan va bu narsa bo'lishiga ishonmayotgan Jones va Aspinall o'rtasidagi jang bo'yicha ham hech qanday harakat yo'q. Bundan tashqari bugun mana xabar, Dricus du Plessis jarohatlandi. Va yana bonusiga do'stlar sizga Islom Maxachev jamoasi ila Tapuri bilan jang qilishni xohlamayapti. Bu haqda oxirgi videolarda ko'p gapirmoqdamiz. Endilikda do'stlar diqqat bilan tinglang. Hozirgi paytda UFC bilan bo'layotgan 3 ta asosiy muammo haqida gapiraman. Xo'p, Dricus du Plessis jarohatlanibdi. U travma olgan va xalqaro janglar haftaligida jang qila olmaydi. Bizda bor ma'lumot shu. Va biz bu bahonada Imamovga bo'lgan adolatsizlikni ko'rdik. Ammo bundan hayron qolmaysiz, chunki bunday voqealar oldin bo'lgan. Maxachev jamoasi ila Tapuri bilan jang qilishni xohlamayapti. Siz nimaga deb o'ylaganingiz do'stlar? Ila Tapuri allaqachon bu vaznga o'tdi. Ammo undan oldin ham jang e'lon qilish uchun ko'p sabablar bor edi. Nega jang qilinmayapti? Nega jang e'lon qilinmayapti? O'zingiz o'ylab ko'ring. Va bilasizmi, birinchi bo'lib xayolga nima keladi? UFC bu biznes, keyin bo'lsa sport. Bizga bu narsa yoqadimi yoki yo'qmi? Lekin Islom Tapuri jangini, Islom Armanga qarshi jangdan, Islom Oliveraga qarshi jangdan ko'ra, Islom Gejga qarshi jangdan ko'ra ko'proq qiziqish va intriga bilan ko'radilar. Ko'pchilik bu jangga negativ bilan qaramoqda. Pisand qilishmayapti va ila bu narsaga arzimasligi haqida gapirishmoqda. Ammo Dana White buni farqi yo'q. Bu Dana Whitening biznesi va biz bu biznesni qanday yo'l bilan yurishini juda ham yaxshi bilamiz. Umuman farqi yo'q. Bir paytlar uzoq tanaffus va mag'lubiyatdan keyin qaytayotgan Conor McGregorga ham titul jang beraman deb va'da berganda ham farqi yo'q bo'lgan. Bu uning o'yini, uning biznesi va albatta uni monopoliyasi va uni sevimli akajonisi Donald Trump mamlakatining oltin siyosati, kapitalizm. Ya'ni sizga bu pullar olib keladimi? Demak siz buni qilasiz. Sizga bu juda ham katta pullar olib keladimi? Demak siz buni qilishga majbursiz.
Va men sizga kafolat beraman, agar Dana White bugun tunda Islam va Tapuri jangi bo'ladi desa, bu jang haqida eng ko'p negativ yozayotgan odamlar va Tapuri bunga arzimasligi haqida gapirayotganlar aynan shu zahotiyoq barcha ishini tashlab, jangni o'tkazib yubormay deb hayajonlanib, qo'lidagi kuchli titroq bilan jonli efir silkasini qidirayotganlar bo'ladi. Va eng asosiysi buni Dana White ham biladi, UFC ham biladi. Va bu jang Gage Oliveira Armanni birgalikda qo'shgandan ham ko'ra ko'proq pay-per-view sochishni u yaxshi tushunadi. Nima siz Dana White shundoqqina chempionga kamarini bo'shatishga yo'l qo'yib, yengil vaznga o'tishga ruxsat berib, bundan tashqari unga kamarga jangni kafolatlaydimi? O'zidan o'zi-ya, bu narsaning iloji yo'q. Yo'q, bu oddiy holat emas, bu eksklyuziv holat. Bu Habib va Conor darajasidagi jangga unchalik yaqin bo'lmasa-da, ammo hype jihatdan UFC'da aniq yil jangi bo'ladi. Va yengil vaznda Conor va Habib jangidan keyin uzoq yillar o'tib yana shunday gigant dunyo miqyosidagi jang bo'ladi. Bizda og'ir vaznda chempion bor. U o'zini asosiy raqibi bilan jang qilishni xohlamaydi. Jons og'ir vazndagi vaqtinchalik chempion bilan chempion bo'la turib, jang qilishni xohlamayapti va ochiqchasiga bu haqda gapirmoqda. Jon Jons o'zini tili bilan Dana White'ga ham, senga ham, sen bilan jang qilmayman, senga imkoniyat bermayman, bunday tavakkallarni olmayman deb aytayotgan bo'lsa, bizga bu kerak emas intriga va hype nega kerak? Biz allaqachon bu narsalarga ishonmaymiz. Ya'ni do'stlar, men aytmoqchi bo'lgan narsa, siz Jon Jonsni tushunishingiz mumkin. Islam Maxachevni, Arman Sarukanni yoki Conor McGregorni o'tgan yili Chandler bilan jangi rasman bo'lib, keyin u press konferensiyaga kelmasdan jang bekor bo'lib ketgani, keyin yoz oxirida, keyin sentyabrda, keyin dekabrda, keyin bu yil jang bo'ladi degani. Tushunmoqdamisiz? Ha, ular erkin bo'lishini siz xohlaysiz. O'zini fikri, jang tanlashi, UFC qattiqqo'l bo'lmasligi haqida. Xo'p, siz bu narsaga erishdingiz, lekin bu narsadan biz aziyat chekamiz va qanaqadir sabablarga ko'ra bizga tushuntirishlarsiz e'tiborni va kam janglarni olamiz. Shu sababdan bilaman, ko'rayotgan ba'zi odamlarda allaqachon negativ bor va meni gaplarim ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Siz o'ylaysizmi, men hozir Islam Maxachev yoki Hamzat Chimayev haqidagi aytgan gaplarimdan keyin men negativga ko'mib tashlashmaydimi? Albatta bu ishni qilishadi. Chunki odamlar nima deyayotganimni asl mohiyatiga tushunishmaydi va ular aslida ular uchun gapirayotganimmi? Ularni og'riqini olib chiqayotganimmi? Va ular bu qaltis sportda va bo'layotgan bunday ishlarda hammangiz bilan bitta qatorda turib, birga ekanligimizni tushunishmaydi. Va aynan shu uchta sabab orqali yildagi eng katta va shov-shuvli turnir bo'lish kerak bo'lgan xalqaro janglar haftaligi, ya'ni 28-iyundagi oddiygina turnir bo'lib qoladi. Ya'ni bir yil butun dunyodagi muxlislar Jang Veyli jangini 28-iyunda kutishmoqda. Ha, juda ham zo'r. Va aynan shu narsa men juda ham jahlimni chiqarmoqda. Biz muxlis sifatida ko'proq narsaga arziymiz. Bu futbol emas, bu boshqa sport emas, matchlar har kuni yoki ya'ni kam pauza bilan bo'lmaydi. Bu janglar, biz oylab, yillar janglarni kutamiz. Ammo bizga munosabat shumi, Dana? Muxlislarga munosabat shumi? Nima bo'lmoqda o'zi? UFC aytishi mumkin, biz qila olmayapmiz yoki ular xohlamayapti. Yo'q, siz bu narsani xohlamayapsiz. Bunaqa xatti-harakatlar uchun jiddiy jazolarni yana qaytarish kerak. Misol uchun o'sha Leon Edwards va Chimaev o'rtasidagi bo'lish kerak bo'lgan jang. Aytganimdek, 3 marta bu jangni qilishmoqchi bo'lgan, lekin hammasi o'xshamagan. Ha, asosan Chimaev tufayli bu janglar bekor bo'lgan. Ammo birinchi marta esingizda bo'lsa, reytingda Leon Edwards juda ham yuqori edi. Chimaev bo'lsa 11 yoki 12 o'rinda edi. Va undan keyin Leonga Chimaev bilan jang taklif qilingandi. Va Leon bu narsani rad etgandan keyin uni reytingdan chiqarib yuborishgandi. Yoki boshqa bir misolni aytaman. Tyron Woodley kabi chempion o'z pretendentiga yo'q degandi. U pretendent bilan jang qilish o'rniga UFC ga qarshi chiqib, Bisping bilan boshqa vaznda jang qilmoqchi bo'lgan. Va o'shanda UFC unga uni kamaridan mahrum qilish bilan tahdid qilishgan. Ha, biz jangchilarga erkinlik berdik va ular bizga nima uchun bu ular uchun falokat ekanligini ko'rsatishmoqda. Ular bunga loyiq emas demoqchi emasman, lekin oxirgi paytlarda UFC o'zini jangchilarning xatolariga kamroq e'tibor berayotganga o'xshaydi. Masalan, eng og'riqli nuqtamizni eslayman, ya'ni oxirgi hodisalardan. Arman jangi bir kun qolganda chiqmadi. Endi u chempionlik jangiga arzishini qaytadan isbotlash kerak. Ha, do'stlar, siz aytishingiz mumkin, adolatli, ya'ni bu jang reklama qilingandi, ko'p tayyorgarlik bo'lgandi. Ammo yo'q, bu juda ham yengil jazo. Bilasizmi, tarixda agar qaysidir jangchi jang kuni chiqmasa, Dana White o'zi sahnaga chiqib, u boshqa promotiondan ish topish kerakligini aytardi. Va rostdan ham shunday bo'lardi, do'stlar. Ya'ni ko'pchilik o'shanda aytgandi, u Nina bilan video qilib, keraksiz harakat qilib beldan travma olgan bo'lishi mumkin ekan. Ha, buni hazil tariqasida aytgan bo'lishingiz mumkin, ammo baribir ham ko'pchilikning shu esda qolgan. O'shanda Dana White aytish kerak edi. Ha, u boshqa promotionda ish topishi mumkin deb. Xohlasa Bellatorga borsin. Va shunday ko'rinmoqdaki, UFC jangchilarga yaxshi ma'nodagi bosimni kamaytirib qo'ydi. Do'stlar, bu dahshat, bu katta falokatdan boshqa narsa emas. Hamma narsani o'z nomi bilan aytishimiz kerak. Ya'ni ko'pchilik jangchilar o'zi shaxsiy xohlayotgan narsa MMA muxlislari uchun yomon ekanligini ko'rsatadi. Bu narsa mutlaq haqiqat. Misol uchun Maxachev jamoasi ila Tapuriya bilan jang qilishni xohlamayapti va bu haqda ochiqchasiga aytishmoqda.
va shu sababdan jang tashkil qilinmayapti. Ya'ni shunday darajaga yetib keldiki, Maxachev jamoasi UFC'ga ochiqchasiga to'g'ridan-to'g'ri "Kechirasiz, biz ila Topuria bilan jang qilishdan manfaatdor emasmiz" demoqda. Va o'shanda UFC bilasizmi deyish kerak? Xo'p, bemalol. Unda biz ham sizni bu yerda chempion bo'lishingizdan manfaatdor emasmiz. Yo'q, umuman men Islom Maxachev va Hamza Chimayev yoki bunday jangchilarga bunday muomala qilinishini xohlamayman va ayniqsa ular haydalishini, ayniqsa Hamzat va Islom janglarini men ham intriga bilan kutaman. Ular haqida videolarni mazza qilib tayyorlayman. Ular meni eng sevimli jangchilarimdan biri. Bunday xato uchun va bunday ish uchun ularni haydash kerak demayman. Yo'q, faqatgina UFC sog'lom bosimni qaydarish kerak. Bu ishni hech bo'lmasa hamma uchun ko'rsatib qilish kerak, aytish kerak va qandaydir narsalarni sog'lom tarzda uyushtirib, sog'lom bosim qilish kerak. O'shanda qolgan jangchilar keyinchalik gap jangga kelganda yoki jang sanasiga kelganda erkaktoy bo'lishdan to'xtashadi va ozgincha o'zligisiga kelib olishadi. Ya'ni bu faqatgina top-fu jangchilar yaxshi misol. Ularni haydash kerak emas. Lekin aynan ular misolda hech bo'lmasa ko'rsatib buni boshqa jangchilarga misol qilish kerak. Ammo bunday bo'lmayapti va natijasini ko'rdingiz. Va endi do'stlar tushunayotgan bo'lsangiz kerak, nima sababdan Dana White jangchilarga ko'p pul bermaydi. Ha, bu juda ham yomon, shaxsan men qo'shilaman. Lekin tasavvur qiling, agar bosim kam bo'lganda shunday bo'lsa, ularni millionlabga ko'mib tashlasangiz nima bo'ladi? Hammasi tamom bo'ladi. Ular umuman jang qilmaydilar. UFC'ga o'zlarini shartlarni qo'yishni boshlaydilar. Va bo'ldi. Siz va biz super janglarni umuman ko'rmaymiz. Do'stlar, aytganimdek, iltimos kommentda negativ yozmang. Biz jangchilik sifatida tahlil qilmoqdamiz. U qanday odamligi va boshqa tomonlama emas. Shuning uchun to'g'ri tushuning. Buni ochiqchasiga gapirishga ham menga mardlik kerak bo'ldi. Lekin ha do'stlar, bu Dahshat MMA kanali. Qulog'imizga yoqadigan gapni emas, haqiqatni va ochiqchasiga qanday bo'layotgan tarzda sahna ortida nima bo'layotganlarni haqiqiy real hissiyot bilan eshitamiz. Dan UFC, biz muxlislarga super jang bering. Biz bu narsaga arziymiz. Ammo adolatli bo'lish uchun men ham Topuria Oliveira jangni xohlagan bo'lardim. Va hozirgi paytda bu ideal jang ham bo'lgan bo'lar. Ya'ni bu yerda islom ham shart emas. Lekin bu hamma narsa to'g'risi men jonimga tegdi. Qo'pol qilib aytganda, hamma jangchilar o'zini fikrini aytmoqda, xohlamaymiz, bu narsa bo'lmoqda, u narsa bo'lmoqda va natijada endi biz yaxshi xalqaro janglar haftaligidagi dahshatli kartga bo'lmaymiz. Xo'p, tasavvur qilaylik, Chimayev, Imamov yoki Baralyo bilan jang. Xo'p, Zhang Weilin ham jangi bor. Eng yengil vaznmi? Balki ular Pantoja Royal jangini ham xalqaro janglar haftaligiga qo'yishadi. Xo'p, demak tasavvur qilaylik, bu ishda chempionlik jangi bo'ladi. Yana qanday chempionlarimiz bor? Xo'p, O'Malley va Merab. Muxlislar bu jangni juda ham xohlashadi. Shunday emasmi, Dana? Bizda O'Malley Yang ham bo'lishi mumkin edi. Bu qiziqarliroq jang bo'lardi. Bu jang xalqaro janglar haftaligida 28-iyunda bo'lishi mumkin edi. Xo'p, Dana, bizga shu Hamzat va O'Malley janglarini ber. Bizga hattoki Zhang Weili va Pantoja jangi kerak emas. Dahshat armiyasi bo'lsa bunday janglarni UFC turnir o'rtasida uxlab dam olib olishga ishlatishadi va deyarli ko'pchilik ko'rmaydi, tan olamiz. Ko'rsa ham unchalik qiziqarli intriga yo'q. Lekin Zhang Weili adolatli bo'lishimiz kerak, oxirgi paytlar yaxshi jang qilmoqda. Ammo siz nima demoqchi bo'lganini tushundingiz. Albatta, iyun oyidagi kart uchun do'stlar qandaydir kattaroq hodisa topish kerak bo'ladi. Lekin bu xalqaro janglar haftasi-ku, u UFC 316 turnirdan yaxshiroq bo'lishi kerak-ku. Mana yakuniy xulosa. Aytganimdek, tasavvur qiling, Duplessis Chimayev yo'q, Chimayev Baralyoga qarshi yoki Imamovga qarshi jang qilmoqda va O'Malley misol uchun Yangga qarshi 5 raundlik asosiy janglar. Va bo'ldi, boshqa chempionlik janglari bizga kerak emas. UFC turnirlariga e'tiborsiz yondashmoqda va bunday dahshatli falokatlar yuz bermoqda. Misol uchun bunday narsa yuz berganda, Drigusning jarohati misol uchun biz sarosimaga tushmoqdamiz. Ammo biz muxlis sifatida hech qachon sarosimaga tushmasligimiz kerak va bu narsani UFC ta'minlashi kerak. Dunyodagi eng katta MMA promotioni 3 oy oldin, 2 oy oldin va yana qisqa muddatda asosiy jangni tashkil qilish uchun shoshib yugurib qolish kerak emas. Biz 8 hafta qolganda xavotirlanishimiz kerak emas. Xalqaro janglar haftaligining bosh jangi nima bo'ladi? 8 hafta qoldi. Nega xavotirlanmoqdamiz? Dunyodagi eng yirik jangovar sport promotsiya. Ya'ni oxirgi kunlarda deyarli har kuni yomon xabar. Do'stlar, taxminiy fikrlar shular edi. O'zingizning fikringizni bildiring. Ochiqchasiga gapirishga harakat qildik. Video yoqqan bo'lsa va surishtiruv yoqqan bo'lsa like bosing, o'zingizning fikringizni albatta yozib qoldiring. Keyinlar pastda gaplashamiz. Menimcha haqiqiy MMA muxlislari ko'radigan video bo'ldi. Demak, bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz MMA va UFC haqida ko'p narsani tushunasiz. Demak, biz pastda bemalol fikr almasha olamiz. Albatta, hammalarning fikrlarini kutaman do'stlar. Prosmotr uchun hammaga rahmat. Va do'stlar, mana 60 mingtalik odamli stadionga Dana White chiqqanda albatta kunga shovqin qilishdi. Va menimcha endi bu haqda sizga tushuntirishim shart emas. Siz hammasini allaqachon bilasiz. Brand.